Xo'roz ishqibozlari mana shu karis jo'jani yosh jo'jamizni ham mana sotuvga chiqaryapmiz. Nasib bo'lsa, bularda katta partiyalar sotilgan. Primo Koreyadan kelgan makkini bolasi bu. Uni ko'pchilik taniydi, mana bo'ylari ham baland chiqqan jo'ja. Bu nasib bo'lsa zo'rlikka o'ynaydi jo'ja. Hali bir ham cho'qishmagan. Chunki bular o'z ishonchli chiqadi. Hozir buni bola narsani cho'qishtirish hojati yo'q. Buni o'zimizni ishonchli odamlarga qilib berilaveradi. Jo'ja hamma yoqqa toza chiqqan. To'shlari ham to'g'ri, ham uzun gazlari. Kallalar. Mana bularda ekanlar. To'nlarini, oyoqlarini ko'rsatuvdi. Cho'liroq sal qochadi. O'rganman yana. Kilo 100 dan ham oshadi. Haqiqiy tozasini ishqiboziga sotiladi jo'ja. Yoshiga to'lsa, narsa.